Salom hammaga, sizlar bilan Shahboz Mortal Kombat Mobile'da Open Case. Dahshatli Open Case. Qani boshladik. Yangi skilllarimiz kelgan ekan, yangi almaskalar kelgan ekan. Ochib ko'ramiz qani. 10 talik birinchisiga Trevork. Trevork yaxshimi? O'zimda full. Kenshi. Yaxshi omadli. Kunjin, Brak. Trevork yana. Trevork yaxshi jangchi emas bo'lmaydi. Boraycho o'zimda full. Zo'ra jangchiligi. Tremor ham ursa bo'ladi, normalniy. Scorpion Ninjinsk. Omadsiz keldi. Bitta dona almas. Scorpion full o'zimda. Nima qilamiz? Sotamiz arzimagan pulga. Keyingi o'ntaligimizda balki omadli kelib qolar. Kenshi. Narvaniylardan Kenshi bo'ldi. Boshqasi bo'lmaydi. Qani ko'ramiz keyingi o'ntaligimizda qanaqa nimalar tushadi, omadli bo'ladimi ko'ramiz. Menga Lukan kerak, asosan Lukan kerak. Qolgani qiziq emas. Kitani ham full. Lukan bilan Kenshini kuchaytirsam bo'ldi, qolganlari full o'zimda. Mortal Kombat Mobile'da o'zi zagruzkalarni sekin qilib qo'yishgan. Kutaverib odam charchab ketadi. Balki ko'tarib qo'yishar tezligini. Birinchisi. Scorpion Hanzo Hasashi. Yaxshi o'xshadi o'zimda full. Jade. Zorlardan. 8-silani. Oz qoldi 10talikka. Deskil Briggs. Kunjin. Bo'lmadi. Takeda arzimagan pullarga sotib yotib pul o'zimda. Kunjin. Tufta. Nimaga Kunjin ishlab chiqarishga bilmayman. Trevork o'zimda full. Lukan 9-silaniya bo'ldi. Yana bitta tushib qolsa full. Sub-Zero. Trevork. Jade, Lukan, Tremor. Zo'r open case bo'ldi bunisida. Chotki. Shunaqa omadli kelib tursa yaxshi-da. Shunaqa omadli bo'lsa zo'r. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqacha open case shundan iborat edi. Hammaga rahmat.